Bugun qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilish har bir yigit uchun nafaqat burch, balki yuksak g'urur va iftixor manbaiga aylandi. Shu bilan bir qatorda harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan sharoit va imtiyozlar yoshlarimizning sohaga qiziqishini yanada oshirmoqda. Yuqoridagi fikrlarimizning isboti o'laroq Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlar tizimidagi harbiy qismlarda joriy yilda muddatli harbiy xizmatni o'tashga kelgan yigitlarning vatanga qasamyod qabul qilish marosimlari tantanali ravishda o'tkazildi. Ayni damda biz Toshkent viloyati Bekobod shahridamiz. Bugun bu yerda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlar safiga 2025-yil chaqiruvga kelgan muddatli harbiy xizmat oddiy askarlarning vatanga qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, yig'ilganlarning barchasining qalbida quvonch hamda g'urur bor. To'g'ri aytasiz Erkin, vatanga qasamyod bu yigitlik sha'ni, or-nomusi, zimmasidagi mas'uliyatni sharaf bilan ado etish demakdir. Va bugun bu yerda mamlakatimizning turli hududlaridan yosh askarlarimizni ota-onalari, yaqinlari ham tashrif buyurishgan. Bir necha daqiqalardan so'ng ular farzandlarini ana shu ahdlarga guvoh bo'lishadi va bu quvonchli jarayonlarni biz ham ular bilan birgalikda kuzatamiz. Tadbir harbiy orkestr sadolari ostida saf maydoniga davlatimiz bayrog'ining tantanali olib kirilishi bilan boshlandi. Unda so'z olgan mas'ul ofitserlar, faxriylar hamda vatanga qasamyod qilish ostonasida turgan yigitlarning ota-onalari askarlarni qutlab, kelgusidagi xizmat faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilashdi. Shundan so'ng safda qad rostlab turgan o'g'lonlar yurt ostonasini qo'riqlashdek mas'uliyatni yelkasiga olish bilan bir qatorda g'urur va iftixor bilan vatanga qasamyod qabul qilish marosimida ishtirok etishdi. Bugun o'g'limni qasamyodiga kelib, hayajonimiz kuchli bo'lib, juda ham xursandmiz. Meni 3 ta o'g'lim bor, 2 ta o'g'lim ham kelgan. Ular ham ko'rib akasi bilan faxrlanib turibdi. Kelajakda ukalari ham xuddi shu akasiga o'xshagan vatan himoyachisi bo'lishini istab qolaman. Tadbirning badiiy qismi yanada qiziqarli va hayajonli daqiqalarga boy bo'ldi. Unda muddatli harbiy xizmatchilar qisqa vaqt ichida egallagan bilim va ko'nikmalarini namoyish etish orqali tadbir ishtirokchilarida ijobiy taassurot qoldirish barobarida katta ishonch hissini ham uyg'otdilar. Shuningdek, chegarachilarni doimiy hamrohi bo'lgan xizmat itlarini kinolog tomonidan berilgan buyruqlarni bajarishi va jangovar tayyorgarligidan namunalar ko'rsatildi. Shunday bir kasb bor: vatanni himoya qilish, uning har bir qarich tuprog'ini ko'z qorachig'idek asrab avaylash. Bugun o'z yigitlik burchini bajarish uchun vataniga qasamyod qabul qilgan yosh askarlarimiz ham bir yil davomida ontiga sadoqatli bo'lib, yaqinlari oldiga yorug' yuz bilan qaytishiga ishonamiz. Zangiota tumanining chegaraoldi hududlarida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari safida xizmat qilishga bel bog'lagan yigitlarning vatanga qasamyod marosimi ham tantanali ravishda tashkil etildi. Unda qo'mondonlik ofitserlari, faxriylar, shuningdek jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlarni qutlab, vatanga qasamyodning ahamiyati va uni qabul qilish har bir yigit uchun sharaf bilan bir qatorda katta mas'uliyat ham ekanini ta'kidlashdi. Shundan so'ng muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar ona yurtimiz sarhadlarini, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini so'nggi nafasi qolguncha himoya qilishga ont ichishdi. Bundan roppa-rosa 45 kun avval vatan oldidagi muqaddas burchini ado etish uchun egniga harbiy libos kiygan bu o'g'lonlar bugun vatanga qasamyod qilishmoqda. Yurt sarhadlarini himoya qilishni ko'ngliga tuygan bu yigitlarning tillaridagi so'zlar albatta dillariga ham ko'chishi shubhasiz. Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan vatanga qasamyod tadbirida tinchlik eng oliy ne'mat ekani, milliy armiyamizni modernizatsiya qilish, uning salohiyati va jangovar tayyorgarligini mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Shundan so'ng har bir vatan o'g'loni yurtga sadoqatini izhor etish bilan birga yigitlik burchini ham o'z zimmasiga oldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidan Farg'ona viloyatidagi harbiy qismga farzandimning qasamyod tantanasiga keldim. Men juda ham baxtli onaman. Bugun farzandimni askar kiyimida ko'rib, qalbimda faxr, hayajon va minnatdorchilik tuyg'ulari aks etib turibdi. Shu fursatdan foydalanib, bu yerdagi barcha askar yigitlarni qasamyod tantanalari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ularga harbiy xizmatlarni o'tashda mardlik, shijoat va kuch-g'ayrat tilab qolaman. Tadbir davomida taqdirlash marosimi amalga oshirilib, unda o'tgan yilning bahorida muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan oddiy askarlarga chegara qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan imtiyozli tavsiyanomalar tantanali ravishda topshirildi. Bu esa bugun qo'lida qurol bilan davlat chegarasini qabul qilib olayotgan askarlarda o'zgacha havas hissini ham uyg'otdi.
Bugun qurolli kuchlarimiz saflarida xizmat qilish har bir er-yigit uchun nafaqat muqaddas burch, balki yuksak g'urur va iftixor manbaiga aylandi. Jizzax viloyatining qo'shni respublikalar bilan chegaradosh hududlari daxlsizlikni ta'minlashga kirishayotgan vatan o'g'lonlari ham safdoshlari singari qurolni ko'ksiga mahkam bosgancha vatanga qasamyod qabul qilishmoqda. Harbiy qism maydonida saf tortib, yuz ko'zlarda qat'iy ishonch va qalblarda cheksiz g'urur tuyg'usi balqib turgan harbiy liboslari ham o'ziga yarashgan alp-qomat o'g'lonlarga har qancha havas qilsak arziydi. Bugun ular vatan himoyasi uchun yigitlik or-nomusini o'rtaga qo'yib, tantanavor qasamyod qabul qilib, ulkan vazifani yelkalariga olishmoqda. Qasamyod qabul qilish marosimidan so'ng muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan yosh askarlar harbiy soha bo'yicha olgan nazariy va amaliy ko'nikmalarni namoyish etib, ko'zlari bog'langan holda avtomatni sochish va yig'ish mashqlarini ko'rsatib berishdi. Shuningdek, xizmat itlari yordamida ko'rsatilgan va harbiy xizmatchilarning jangovar qo'l jangi chiqishlari ham mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan o'g'lim O'ktamov Mehrod Jobir o'g'li orqasidan keldim. Uni shu vatanda xizmat qilishda bergan qasamyodini qabul qilgan kunida qatnashganimdan xursandman. Bergan qasamyodini ishonaman. O'ylaymanki, Mehrodjon O'zbekiston xalqiga, prezidentiga, ota-onasiga, vataniga bergan qasamyodiga sodiq turadigan yigit. Chegara qo'shinlari, ashula va raqs ansambli xonandalari tomonidan ijro etilgan dilga yaqin sho'x kuy qo'shiqlar barchani raqsga chorlab, tadbirga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Ontlarning ichida eng ulug'i va muqaddasi bu vatanga qasamyod hisoblanadi. Chegara qo'shinlari safida o'z yigitlik burchini o'tash uchun Qashqadaryo viloyatiga kelgan yosh askarlar ham bugun yurtga sadoqat bilan uning har bir qarich tuprog'ini asrab-avaylashga ont ichdilar. O'z dilbandining qasamyodini tinglagan ota-onalarning faxr va iftixor tuyg'ularini esa hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Qashqadaryo viloyatida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismda yurt o'g'lonlarining vatanga qasamyod tadbiri o'zgacha ruhda tashkil etildi. O'z dilbandlarini harbiy libosda shaxtam qadamlar bilan safda mag'rur harakatlanib, qo'llarida qurolni mahkam tutib, vatanga qasamyod qilishini eshitgan ota-onalarning dillari quvonchga to'ldi. Shu kuni Buxoro viloyatida vatanga qasamyod qilgan askarlarning ota-onalari va yaqinlari ham o'z dilbandining yigitlik ontiga guvoh bo'lishdi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan tinchlik eng oliy ne'mat ekanligi, uni asrab avaylash esa har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanligi ta'kidlanib, askarlarning kelgusi xizmat faoliyatida zafarlar tilandi. Ayni damda bu yerda saflangan o'g'lonlarimiz vatanga qasamyod qabul qilganlardan so'ng janubiy sarhadlarimizni himoyasiga kirishadilar. Bu esa ularning zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ishonchimiz komilki, puxta tayyorgarlik ko'rgan mard va jasur yigitlarimiz o'z burchlarini sharaf bilan ado etadilar. Yigitlik ontini ichgan har bir askar vataniga, xalqiga va prezidentiga hamisha sadoqat bilan xizmat qilishga, uning muqaddas sarhadlarini ko'z qorachig'idek asrab-avaylashga barchaning ko'z o'ngida qasamyod qildi. Tadbir davomida o'g'lonlar tomonidan namoyish etilgan jangovar chiqishlar hamda turli badiiy ko'rinishlar barchada katta taassurot qoldirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham vatanga qasamyod qabul qilish jarayoni ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Bayramona harbiy libosda saf tortgan askarlarimiz barchaning ko'z o'ngida yurt kelajagining tayanchi, vatan sarhadlarining himoyachisi bo'lishga tantanali qasamyod qilishmoqda. Har bir o'g'lon o'z yigitlik g'ururi, qalbidagi yuksak faxr va iftixor tuyg'ulari ila yurtga sadoqatini baralla izhor etmoqda. Bugungi shojona kun askarlar bilan bir qatorda ularning ota-onalari va yaqinlariga ham hayajonli va shu bilan birga quvonchli lahzalarni ulashmoqda. Zero o'z farzandining kamolini ko'rish, uning shaxtam qadamlari bilan safda mag'rur qadam tashlashiga guvoh bo'lish bu katta baxt aslida. Albatta, bugun vatanga qasamyod qilgan o'g'lonlarimiz ertaga yurtimiz sarhadlarini munosib qo'riqlab, xalqimizning faxr va iftixoriga aylanishi shubhasiz. Zero har jihatdan barkamol, asl vatanparvar o'g'lonlarimiz bor ekan, yangi O'zbekistonimiz hamisha yuksalib, taraqqiyot yo'lidan shaxtam odimlab boraveradi.